Assalomu alaykum barchaga. 9-sentyabr. Hozir stolimizda 4-patsentkamiz yotibdilar. Qizimiz yoshi endi 20 ga kirgan. Turmushlari yo'q. Kichkina qiz chet davlatda o'qishda o'qiydi. O'sha check-up tekshiruv o'tganda IMG'ni 0.5 dan tushib ketganligi aniqlanib, biz uzi qilganimizda bor yo'g'i bir tarafdan 2 ta, bir tarafdan bor yo'g'i 3 dona follikul borligi aniqlanib, o'qishga ketishdan oldin tuxum hujayralarni muzlatib qo'yishga qaror qildik. Chunki boshqa iloji yo'q. Bu o'qishlarni bitirib 3-4 yildan keyin oila quraman deganda tuxum hujayralar qolish ehtimoli juda ham kam. Balkim hayz sikli ham to'xtab qolish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun kelajak uchun ota-ona bilan, doktorlar bilan konsilyum o'tkazib, shunaqa narsaga kelishdik. Tuxum hujayralarni hozir muzlatib keyin jo'natib yuboramiz va qishda yana bularda kanikul bo'lganda bular kelishadi. Yana bir marta tuxumlarni olib muzlatamiz va keyinchalik oila qurib, o'zi homilador bo'lib ketsa yaxshi, bo'lmasam bemalol olib shu tuxumlarni ishlatib, eko yo'li bilan homilador bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu juda ham kelajak uchun zo'r shans hisoblanadi.